Oyoq-qo'l harakatlarida sahnada chiqish qilayotgan sportchilar karate sport turi bo'yicha Hindistonda o'tkazilgan Osiyo klublari o'rtasida xalqaro turnir g'oliblari. Ular orasida 16 yoshli Mehrojiddin ham bor. Hindistonda onlayn musobaqa bo'ldi. Unda biz yakka katta jamoaviy katta turlarda biz qatnashib, medal, diplomlar oldik. Ushbu chempionatda O'zbekiston ITKF Karate Federatsiyasining 18 nafar o'quvchilaridan 7 tasi bronza, 5 tasi kumush va 3 nafari oltin medal va diplomlar bilan taqdirlanishdi. Sport chiqishlari bilan boshlangan tadbir O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litsey o'quvchilari tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar bilan yakunlandi. Dilorom Qarshiboyeva, Akmal Mansur, Sardorbek Ma'murov, Hudud yoshlari informatsion dasturi uchun.